Bilolga qo'ng'iroq qilib ayting, go'sht olib kelsin. Uyda go'sht bor edi. Siz unga qo'ng'iroq qiling-da. Oyijon aytdilar. Dimlamaga go'sht olib kelar ekansiz deng. O'zi biladi. Xo'p bo'ladi. Nimaga turibsiz? Qo'ng'iroq qilsangiz chiqarib turmasdan. Haligi uyga kirib hozir o'yjon. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi? Alaykum assalom. Yo'q, bemalol. Nima gap? Haligi uyda dimlama qilayotgandik. Shunga go'sht olib kelasizmi? Oyijon. Eshityapsizmi bularni? Eshityapman. Nima dedingiz? Go'sht deyapman. Dimlama qilmoqchi edik. Oyijon, dimlamaga boshqacha go'sht ishlatamiz. Bilolga ayting degandilar. Shunga qo'ng'iroq qilayotgandim. Bo'ldi, tushundim. Yana nimadir kerakmi? Yo'q, kerak emas. Shirinlik olib boraymi? Yo'q, rahmat, hech nima kerak emas. Bo'ldi, xo'p. Aytdim oyijon. To'xtang. Bu yoqqa kelingchi. Qizim, bu qanaqa muomala bo'ldi? Nimani aytyapsiz oyijon? Bilol bilan gaplashganingizni aytyapman. Biror nojo'ya gap gapirib qo'ydimmi? Ha, gapirdingiz. Uni aka deb chaqiryapsiz. Yo'q, aka emas, ismlarini qo'shib aytdim. Nima ahamiyati bor? Bilol aka deysizmi, aka deysizmi? Bu yomonmi? Yomon albatta. Axir o'g'lim, sizni akangiz emas, eringiz bo'ladi.